Assalomu alaykum hammaga. Ko'p obunachilarimiz bizni 90% klientimiz Cobalt minadi. Mashinamiz 2024-yil. Hali 10 ming ham yurmagan. Hali 5 ming qancha yurdi? 15 ming. 15 ming yuribdi mashinamiz. Xullas yangi mashina. Ahvolni ko'ryapsizlar buni. Mashina zamikani yo'q qolgan. Bu zamikan nimadan kelib chiqqan deb o'ylasalaringiz, bu mana bu o'rtada joyi bor. Ana. Ichi to'la suv edi, hozir olib tashladik. Mana buni ichi to'la suvga kiradi. Suv to'lib kiradida, mashina burgan paytlari suv tushib, mana bu shtiker ichiga kirib, mana buni ichini shunaqa ahvolda olib keladi. Mashina parkovkadan chiqmay qoladi, farlari yonmay qoladi, yonsa o'chmay qoladi. Mashina o'zidan o'zi zavod olib ketish funksiyalari ham ishlab qoladi, o'zidan o'zi shunaqa muammo bo'ladi. Shuning uchun mana shu shtikerda iloji boricha shunaqa muammo bo'lmasligi uchun mashina tekshirib qo'yasiz. Narigi tomondan ham kiradi, ikkita tomonda bo'ladi. Hozir endi qo'ldan kelgancha yopdik buni. Germetikimiz qora germetik bor edi, akamiz yopib berdigani uchun qora germetikda qilib tashladik. Chunki bu joy yopilib ketadi, ozgincha ko'rinib turadi. Shuning uchun suv kirmasa bo'ldigani uchun endi negativ bo'lishi mumkin. Hozir oq mashinaga qora germetika qilsan, bunaqa qilsan, bunaqa qilsan deb shunaqa negativlar chiqishi mumkin. Shuning uchun hozir kechga kelganligi uchun do'konlar yopiqligi uchun bor kleyni ishlatdik. Qora kley umuman ko'chmaydigan, yaxshisini qildik. Ichlarigacha yopdik. Xudo xolasa suv o'tmaydi. Suv o'tib mashina zamikani bo'lgandan qora kley bo'lgan bilan yopib tashlagan yaxshi. Oq kley, qora kley unisini farqi yo'q. Shunaqa odamlar bor, negativ yozish, arzimagan joydan. O'sha uchun mana shu mashinangizni tekshirib ko'ringizlar. Shu tomonni suv kirib hamma tomonni rasvo qilmasin. Videoni maksimal tarqatingizlar. Shunaqa muammo bo'lgan bo'lsa, bemalol uy sharoiti o'zlari shunaqa qo'l tiqib, mana shu gofrasi bor. Unaqasi. Materialni olib tashlab, qo'llaringizni tiqsalaringiz o'zi bilinadi uni ichiga. Shu joyga qo'l kiradi. To'la suv bo'ladi. O'sha suv bo'lsa, imkon qadar mana shu narsani qildiringizlar. Ertaga sizlarni zamikani kutmaydi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar.